Liu Bei'nin mektup arqılıq Cao çekindirishi. Yaxshimisilar do'stlar? Unda qolsa biz uch podshohlikning davomini, ya'ni davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmimizda shu Liu Bei'ninki Zhou Yunni ariyatga olgandan keyin va shuning bilan qo'shib 3000 lashkarni ariyat olib bo'lgandan keyin o'zining lashkarlarini qo'shib, Kung Rongning lashkarlarini qo'shib, shu Cao oq tarafdan zarb berganligi va o'ngishli holatda Tao Qianninki zimini bo'lgan Shuzhouga muvaffaqiyatli kirib olganligi to'g'risida so'zlagan. Endi Liu Bei Shuzhouga kirib olgandan keyin, yani Tao Qian bilan ko'rishgandan keyin Tao Qian bu yerda nihoyat xush bo'lib ketdi. Chunki Liu Bei bilan Tao Qian amaliyotda ikkisi tanishmaydi. Bir-birining nomini anglashib boqqan, ammo ko'p boqmaganda. Endi mushundaq hech qanday bir tanishlik bo'lmagan kishiningki o'zini qutqizib olganligini ko'rib, Tao Qian bu yerda ajoyib xush bo'lib ketdi, hayajonlanib ketdi. Chunki o'zini ninki yaqin ağinlari, yani o'zaro cho'qim yordam qiladi deb o'ylagan Yuan Shao qatorliq, Gong Sunzan qatorliq nurg'un qo'lda lashkari bor, amaliy kuchi bor kishilar o'ziga yordam qilmay, o'sha Liu Bei'ga o'xshash amaliy kuch yuqori bo'lmasmi, hatto o'z bilan tanishmasmi, shunday yiroq yerdan kelib yordam qilgan shunday bir zotga nihoyatda hurmat tuyg'usi buningga tug'ildi-da. Bak xush bo'lib ketib, shuning bilan Liu Bei'ni dasturxondan keyin to'risiga chiqib bu mehmon qilishga boshlaydi. Endi bular tanishib, tamoq yeyishib, paranglish jarayonida endi Tao Qian yana bu yerda maslahat soladi. Endi sizga yordam keldingiz. Sepilning ichiga kirib oldim. Emdiki holatda biz Cao qanday qarish tursak bo'ladi? Caoning qo'shini bak chiqqan. Uning ustiga Shuzhouni butun qo'rshib oldi hozir. Bir yoy chiqtayli desak, qantimiz olsin, bu chiqtanmaydi holat kelib qoldi. Qarishlashay desak, qo'shinimiz az. Sepilni saqlamoqdan boshqa amal yo'q. Qanday qilsa bo'ladi degandan keyin Liu Bei shuning bilan undaq bo'lsa, men Caoga bir maktub yozay. Avval maktub yozib boqay. Bundan o'tnib boqay. Biz ayni vaqtda 18 taram qo'shini vaqtida o'zaro yuz ko'rishib, hamdostxon bo'lib, janglarga birga qatnashgan vaqtlarimiz bor, tariximiz bor. Balkim shuning yuzidan bo'lsa-mu, bu mening gapimni ilik gap qilish mumkin. Qo'shin chekindirish mumkin degandan keyin Tao Qian unda bo'lsa, mayli bir yozib boqilay deb Liu Bei'ninki ham shu maktub yozishga qo'shiladi. Shuning bilan Liu Bei bu maktubni yozadi, Caoga ahvolni tushuntiradi, ahvolni so'rab bo'lgandan keyin xatning beshidan da ahvol so'rashadi, qanday yaxshi turyapsan deganda. Keyindan maqsadni o'tirib qo'ydi. Bu Tao Qianninki sizning dadingizni qasddan o'tirib o'tish maqsadi yo'q. Bu tasoddifiy bo'lib qolgan voqea. Shunga siz qo'shin chekindirgan bo'lsangiz-da. Endi bu xatni ko'rgandan keyin Caoning vahshiyat chiqildi. Vahshiy g'azablandı. Liu Bei degan qanchalik narsa bu? Qo'lingdan hech qanday ish kelmaydigan, yo amaling yo'q, yo qo'shining yo'q. Faqat 18 taramda ikkimiz birga turib qolgan vaqtimiz bor. Sen shuningga tayinib, mendan qo'shinni qaytirib akitishni o'tinyapsan deb unmaydi, ochiqlaydi. Nima ishqa? Chunki Cao'ninki asli maqsadi Tao Qiandan o'chilish emas, dadasining qissasini emas, ilish emas. Asosiy maqsad nima desa, Shuzhouni tatib edish. Chunki Shuzhouning zimini keng, tuproq munbat, ochliq bak yaxshi chiqadigan yerda bu. Shuning bilan Cao achchiq kelib, elchini mishada o'ltirib o'tmoqchi bo'ldi. To'xtab turing pasibanim debla Caoning yendagi mushaviri Goja o'ttirga chiqdi va elchini o'ltirish bo'lmaydi. Buni qo'g'lab etishga bo'lmaydi. Biz elchiga meningki Liu Bei bilan burundan tunishligim bor. Bak yaxshi o'timiz. Men o'ylash baqsam bo'ladi. Agar qo'shin chekindirgdak bo'lsam, chekindirma. Sen qaytib berib Liu Bei aytib qo'ygan, men o'zim uning bir maktub yozaman deb qaytirib etli degandan keyin Cao Gojaning gapini anglab, "Buldo, siz degandek qilay" deb, andan keyin shu degan bo'yicha uchur qaytirdi. Endi bu Goja degan mushavirni biz tushundirdik. Cao'ninki ajoyib qobil mushavirda. Endi Cao'ninki asosan Gojaning gapini anglamagan vaqti yo'q hisob. Bu Gojami Cao'ni xato yo'lga boshlab qo'ygan yeri asosan yo'q. Ajoyib iqtidorli mushavirda. Shuni Cao asosan buning fikrini rad qilmaydi. Qabul qildigan yeri bo'lsa, qabul qiladi. Cao bu uchun avatib, xatni yozib avatib qo'ygandan keyin shu Tao Qian Liu Bei'lar ko'rgandan keyin xili ko'ngli joyiga tushdi. Endi bu Cao o'ylashib, agar qo'shin chekindirgdak bo'lsa, chekindiradigan bo'ldi deb o'ylaydi. Amaliyotda Gojaning o'ylagan nima desa, biz ularni xotirjam qilib qo'yib,
1-2 kun o'zimizni demimizni olgandan keyin tuyuqsiz hujum qilib bularni qayturlay deb asli planni munda so'qqan. Endi bular shu planni so'qib turgan vaqtda tuyuqsiz teshidan birisi yugurib kirdi. Nima bo'ldi desa, Lübu bizningki zaminimiz hujum qildi. Ya'ni Yanju hujum qildi deb bir xabarchi keldi. Endi bu Yanju degan Savsavninki tutayotgan zemini, o'z turayotgan zemini, bütün bargahi qo'shinlari, ochliq hammanimiz shu yerda borda. Demak, Lübu endi oq tarafdan kelib, bu Savsavning yo'qligidan foydalanib, buningga hujum qilgan. Endi bu yerda Savsavning vahshiyatchiq gap ketdi. Amaliyot allaburun Lübu Yanjun bis bo'lganda faqat 3 nahiya qolgan. Bu Lübuning yuragini manda yo'g'nab ketdi. Nadin kelgan aql buningga. Buning gumpusi olgan bilan aqli yo'q nimati. Qanday qilib bu yerga urush qilib kep qolgandi degandan keyin shuning bilan asha xabarchi Lübuning yinida Chungung deydigan bir mushavir bor ekan. Shu mushavir buni yo'l ko'rsatdi degandan keyin Savsa anandan keyin hamma tushundi. Asli Chungung Lübuga yo'l ko'rsatganda, shuning bilan bizningki bu Yanju qo'ldan ketibdi. Unda qo'z qanday qilsak ular ham chataq chiqibdi bu ishdan. Endi biz shu jo'q urush qilaversak, bizning oq tarafimizdagi bizning istiqomimizdan chataq chiqibdi, uyimizdan masala chiqibdi. Uyini tatib turib qo'ysak, shu jo'nim alamay, uygim qaytamay o'ttirdi qog'dakmiz. Unda qo'z buning bir amal qilay degandan keyin mushavirlar kengashib, unda qo'sa Liu Bei sizin do'st ko'ribdi. Sizdan o'tinibdi, qo'shin chekindirishingizni umid qilibdi. Unda qo'sa sizmi Liu Bei'ni bir qatam do'st ko'rib, uning yuzini qilib, qo'shinni Liu Bei'ninki maktubi, ya'ni o'tinishdan biz chekindirganligimizni deb qo'yilay. Liu Bei'ga bir yaxshi chaq bo'ladi, keyin bizning oldimizda tili tutilgan bo'lsin. Biz qaytib, Lübu'ninki, Chungung bilan Lübu'ning advin berib, o'zimizning zaminni tat olaylik. Degan aqlni ko'rsatgandan keyin bo'ldi, boshqa amalim yo'q-ku unda bo'lsa deb Liu Bei'ga maktubni yozib qoldirib qo'ygandan keyin bu qo'shinni chekindirib ketib qoldi. Unda qo'z do'stlar, Liu Bei'ninki maktub orqali Savsavning qo'shinni chekindirish hikoyasini mushunchalik so'zlab turdi. Agar uch podshohlikdagi korxona boshqarish, tijorat, oila, farzand tarbiyasi, kishilik munosabatga oid texim mo'l mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi ularni besib kiriblar, men tayyor so'zlab qo'ygan darslikni anglab olsanglar bo'ldi. Agar mushu do'stlarning ichida do'yin ilayotgan yoki bo'lmasa mushu so'zlashni o'rganayotgan, so'zlashni o'rganmoqchi, gap qilish mahoratini, nutq mahoratini o'rganmoqchi bo'lib qolgan do'stlar bo'lib qolsanglar, hemen ayrimxonni uchur qilsanglar, biz izdan nutq risolasi deb bir materialni tuzib chiqdik. Maxsus nutq o'rganishda yordamchi bo'ladigan material. Mushu material orqali biz 6 oy nutq so'zlash qobiliyatini oshirish jihatda tarbiyalab shunda bir darslik qilmoqchi. Şu müşcahati ihtiyacınlar olib qalsa, ayrimxonaga uchur qilsanglar bo'ldi.